Davlat ta'minotidagi oila toifasiga kirgan oilalarga ijtimoiy yordam paketi 2026-yil 1-fevraldan davlat ta'minotidagi oila toifasiga kiritilgan oilalar uchun quyidagilarni o'z ichiga olgan ijtimoiy yordam paketi joriy etildi. Ushbu oilalar xonadoniga quvvati 7-10 kilovatlik quyosh panellari o'rnatish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 100 barobargacha subsidiyalar ajratiladi. Bu yilgacha bazaviy hisoblash miqdorining 75 barobargacha quyidagi maqsad va shartlarda kreditlar ajratiladi. Kredit oilaning mehnatga layoqatli oila a'zolarini bandligini ta'minlash, tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki kengaytirish, shu jumladan chorva mollari, parranda, quyon, baliq va asalari uyasi, ko'chma do'konlar, motorollar, skuterlar va boshqa asosiy vositalarni sotib olish yoki issiqxona qurish uchun ajratiladi. Kredit 1 yillik imtiyozli davr bilan davlat ta'minotidagi oila toifasidagi oila a'zosining ijtimoiy kartasiga to'lab beriladi. Kredit foiz stavkasi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida foiz stavkasida hisoblanadi va foiz to'lovlari kambag'allikni qisqartirish davlat maqsadli jamg'armasiga davlat byudjetidan ajratiladigan mablag'lar hisobidan tijorat banklariga qoplab boriladi. Oilalarni ijtimoiy reyestrga kiritish, toifalarni belgilash va undan chiqarishga doir nizolarni tezkorlikda hal etish maqsadida 2026-yil 1-fevraldan tuman shahar hokimliklari huzuridagi apellyatsiya kengashi tashkil etiladi. Apellyatsiya kengashi o'z faoliyatini davlat organlari, boshqa tashkilotlar va mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda amalga oshiradi. Apellyatsiya kengashi organlari ijtimoiy reyestrga kiritish bo'yicha dalolatnoma va xulosalarni qisman yoki to'liq bekor qilish yoxud ularni o'zgartirish, kiritish bo'yicha mahalliy tilligiga majburiyat yuklash haqida qarorlar qabul qiladi. Podpiska bosing.